Ibrohim Sakron bir kitobida qahramon tilidan yozadi. Bolamni ko'tarib zinadan tushayotganimda oyog'im toyib ketdi va yiqila boshladim. Shu payt o'zim bilmagan, o'zim sezmagan holda o'sha yiqilish jarayonida bolamni himoya qildim va hech bir ziyon yetkazmasdan uni yerga qo'ydim. U ham hech narsa bo'lmagandek yurishda davom etdi. Mening ahvolim achinarli edi. Hamma joyim shilingan, yorilgan, ko'kargan, qonagandi. Men buni o'zim istab, bolamni asrashim kerak degan xayol bilan qilmadim. Balki hammasi tabiiy ravishda yuz berdi. Ichimdan kelgan qandaydir bir his ta'siri ostida yiqilish paytida hatto muvozanatni saqlashga ham urinmadim. Instinktiv ravishda bolamni himoya qildim. Yerga qo'yishim bilan unga ziyon, zahmat yetmagani ma'lum bo'ldi. Boshqa bir kuni ishdan keldim. Qornim juda och edi. Kutishga sabrim chidamayapti. Ayolim, siz yaxshi ko'rgan taomni tayyorlayapman, lekin biroz kechroq pishadi, dedi. Sabr qildim. Taom dasturxonga qo'yilishi bilan o'g'lim chopib keldi va taom so'radi. Nihoyatda och qolganimga qaramay, tabiiy bir holatda o'g'limni ovqatlantirishni boshladim. Hozir o'g'limni ovqatlantirishim kerak, keyin o'zim ovqatlanaman degan shafqat hissi bilan emas, bil'aks, buni tabiiy ravishda amalga oshirdim. Onalar farzandlari uchun jonini berishga ham tayyor bo'lishadi. Bunga ko'p guvoh bo'lganmiz. Nimalar qilishmaydi? Masalan, bilim olishim, odam bo'lishim uchun onam qilgan fidoyiliklar haqqini hech qachon to'lolmasam kerak. Buning iloji yo'q. O'zi uchun qilmagan ishlarini bolalar uchun qiladi-da, badaningizga zirabcha kirsa, dardi dunyosi qorong'i bo'ladi. Tunlari uyqusi qochadi. Yegani ichiga tushmaydi. Bilasizmi? Qur'oni Karimning biron joyida bolalaringizga yaxshi qarang, ularni kiyintiring, ovqatlantiring deyilmagan. Biror yerda Alloh azza va jalla u hisni bolaga bo'lgan mehrni qalbimizga solib qo'ygan. Ota-ona uchun farzand naqadar aziz ekanligini tushundik, to'g'rimi? Endi Qur'ondan bir oyat o'qib beraman. Ma'orij surasining 11-oyatida aytiladiki, odamlar qiyomat kuni halokatdan qutulish uchun farzandlarini ham, sevgan yorlarini ham, aka-ukalarini ham fido qilishga tayyor bo'lar ekan. Bu dunyoda farzandsiz tomog'idan bir tomchi suv o'tmaydigan ota-onalar qiyomat kuni do'zaxga tushmaslik uchun farzandlarini qurbon qilishga tayyor bo'lar ekan. Gap nima haqida ketayotganini bilyapsizmi? O'ylab ko'ryapsizmi? Ishxonada boshliq oylik ishlarning hisobini so'rayman deb chaqirsa, oyog'imiz qaltirab qoladi. Javob bera olarmikanman, yo'qmi? Biror narsa esimdan chiqib qolmadimikin? Jazolarmikin, mukofotlarmikin degan o'ylar girdobida qolamiz. U kim? O'zimizga o'xshagan bir odam. Mansabi bizdan yuqori xolos. Bizga ish bergan shaxs, bizga ish buyuradigan odam. Biz uning quli emasmiz. U bizni yaratmagan. Lekin undan shu darajada hayiqamiz. Alloh bizni yaratgan, yo'qdan bor qilgan, rizq nasiba bergan. Bir oy uchun demayapti. Butun hayotingiz uchun, sizga berilgan har bir ne'mat uchun hisob so'raydigan kunim bor, deyapti. Biz esa kechalari xurrak otib uxlayapmiz. Mazza qilib. Yumshoq o'rinlarda rohatlanib uxlay olyapmiz. Shu qadar xotirjam, shu qadar befarqmiz.